Mana kalkulyator turibdi. Mana kalkulyator turibdi. Deylik, mana deylik 25 yoshli yigit, masalan, oddiy misol 25 yoshli yigit Rossiyadan $10,000 ishlab keldi, masalan, 22 yoshda ketib, например, просто $10,000 oddiy o'zbekistonlik bir o'rta hol chet elga chiqib pul ishlab kelgan insonni nazarda tutaman. Juda ham kam summani olaman, $10,000 va investitsiya miqdori 10 yil, daromad yiliga 30%, o'tgan yiliga oyiga 2% dan. Вот. И дополнительное вложение bu juda ham muhim, kapitalni eng tez ko'paytiruvchi narsa, ya'ni bu 2% dan, oyiga 2% dan kapitalga qo'shib borish. Da? Yillik 30% shundaylar. To есть endi qaranglar, hisoblab ko'ramiz kalkulyatorda. Demak, qaranglar. 10 yilda $10,000, aziz do'stlar, $200,000 ga teng bo'lar ekan, $200,000 ga. Shunda biz qanaqa hisob kitobni olamiz? Oyiga 2% lik daromad va 2% kapitalni qo'shib borish haqida gapiramiz va o'shanda bizda $200,000 pul bo'lar ekan. $200,000. Endi qaranglar-da, 10 yildan keyin mana shu narsani qilib 10 yildan keyin xuddi shu raqamlarni ushlab, endi kelajakdagi 5 yilga agar biz plan tuzsak, рассчитать $880,000, ya'ni diqqat, $10,000 pul 15 yilda salkam $1 million bo'ladi. Qancha daromad qilsak? 2% oyiga. 2% daromad qilsak oyiga va bizni qanaqa bilasizlarmi? Menda investorlar klubini ochdim, men ko'raman hozir insonlarda настолько moliyaviy savodxonlik kam, 20% kam yoki 30% kam. Nimaga bilasizlarmi? Chunki biz doim qisqa muddatli narsaga o'rganamiz. Nimaga Warren Buffett o'sha o'zini legendarniy investitsiyalar bilan mashhur bo'lib ketgan? Chunki u uzoq muddatda o'ylaydi. Men hozir qanaqa hisob kitob qilishlarini sizlarga